Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan metabolizm mavzusi haqida gaplashamiz, ya'ni moddalar almashinuvi. Moddalar almashinuvi ikki xil jarayon, bir-biriga bog'liq va qarama-qarshi jarayonlar hisoblanadi. Anabolizm va katabolizm haqida gaplashamiz. Xo'p, metabolizm ikkinchi nomi moddalar almashinuvi, anabolizmning ikkinchi nomi assimilyatsiya, ya'ni bunda oddiy moddalardan hosil bo'ladi. Anabolizmda murakkab moddalar. Oddiydan murakkab tomon siljiydi. Ya'ni bunga qaysilar kiradi anabolizmga desa, bunda barcha sintez reaksiyalari. Bu degani oqsil sintezi. Keyingisi fotosintez reaksiyalar. Ya'ni oqsil va fotosintez reaksiyalari bu anabolizm, ya'ni assimilyatsiyaga misol bo'la oladi. Endi katabolizm bu parchalanish reaksiyalari hisoblanib, bunga nima kiradi desa, bunga oqsil, yog', uglevod moddalarining parchalanishi, ya'ni oqsillarning aminokislotaga, yog'larni 3 atomli spirt va yog' kislotalariga, endi uglevodlarni esa glyukozaga parchalanishi katabolizm bo'ladi. Xo'p, biz sizlar bilan bugun katabolizmning mana bu uglevod almashinuvi bilan bog'liq bo'lgan qismini o'rganamiz. O'zi barchasi katabolizmga kiradi, lekin ko'proq energiyani va tezroq parchalanishi uglevod bo'lgani uchun misollar shunga asosan qo'llaniladi. To'g'ri, 8-sinfda ham oqsil, yog', uglevodlar parchalanishi mavjud. Misol uchun oqsildan, yog'dan, uglevoddan alohida energiya ajraladi. U 8-sinf bo'yicha moddalar almashuvi hisoblanadi, ya'ni ovqat tarkibida. Endi bu o'simliklardagi glyukoza yoki hayvonlardagi glyukozani parchalanishi masalalarida bo'ladi. Endi xo'p, bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Mana bu yerda hozir bunga o'tib ketishdan oldin ikkalasi haqida umumiy bitta tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Aytaylik, ATF. Bu ATF dan hosil bo'ladi bitta ADF, bitta H3PO4, ya'ni fosfat kislota qoldig'i deydik. Endi teskari jarayon bo'lishi mumkin. ADF ga qo'shiladi H3PO4 va hosil bo'ladi ATF. Bu ikkala jarayonda biz ATF ga nisbatan olishimiz mumkin. Ya'ni nima deyish mumkin desa, mana bu ATF hozir ATF dan ADF, ya'ni parchalanish reaksiyasi bo'lyapti. ATF dan ADF hosil bo'lyapti desa adashamiz. Nimaga desa, hozir bu yerda ATF sarflanyapti. Ya'ni ATF dan ADF hosil bo'lishi bizga ATF sarflanishini bildiradi. Sarflanishi. Demak, ATF sarflanyapti. Demak, energiya yutilyapti. Xuddi shu jarayon mana bunda bo'ladi. Ya'ni assimilyatsiya yoki anabolizmda ATF sarflanadi. Demak, biz buni hozir o'quvchi ko'rsa ham aytadi, ATF dan ADF hosil bo'lyapti, demak katabolizm bo'lyapti. Yo'q. Parchalanish bo'lmayapti hozir bu yerda. To'g'ri, ATF parchalanib ketyapti ADF ga, lekin energiya sarflanyapti. Energiya nuqtai nazaridan qarash kerak edi. Shunga energiya sarflanyapti. Shuning uchun anabolizm bo'ladi. Endi ADF dan fosfat kislota qo'shilib ATF hosil bo'lyapti. Bu degani ATF hosil bo'lyapti. Ya'ni energiya hosil bo'lishi bilan boryapti. Mana energiya
yutilishi bilan boruvdi. Energiya hosil bo'lishi bilan borsa, bu katabolizm bo'ladi. Ya'ni energiya hosil bo'lyapti. Demak, keyingi jarayon mana bu jarayon bu dissimulyatsiyaga tegishli bo'ladi, ya'ni katabolizmga tegishli bo'ladi. Shuni yaxshilab farqlab olishimiz kerak. Ko'p buni mana kuni kecha milliy sertifikat testida ham mana kanalga ham tashlab qo'ydim, turkcha testi. Xuddi shu savol tushdi. Ya'ni qanaqa ATFdan ADF hosil bo'lgan, to'g'ri u yerda rasm bo'lgan. ATFdan ATFligini bilsa bo'ladi-da, ATFdan ADF hosil bo'ldi. Endi ADFdan ADF hosil bo'ldi. Shu jarayonga xos bo'lgan ma'lumotlar belgilanadigan savol tushdi. Shunga e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Chunki bu chalg'itadi-da, mana ATF parchalanyapti. Demak, bu yerda ATF parchalansa, demak katabolizm bo'lyapti deb xato fikr bo'lib qolmasin. Shuning uchun boshidayoq shu narsani tushuntirib o'tyapman. Xo'p, keyingisiga o'tamiz endi. Endi bizda katabolizm, ya'ni energiya almashinuvi o'z navbatida bo'linadi. Energiya almashinuvi. Energiya almashinuvi o'z navbatida bo'linadi bosqichlarga. Birinchi bosqich. Tayyorgarlik bosqichi. Ikkinchi bosqich. Xo'p, glikoliz yoki kislorodsiz yoki xo'p anaerob achish, bijish ham deb ataladi. Yoki aytib qo'yaylik, chala parchalanish. Xo'p, uchinchi bosqich. Aerob kislorodli bosqich. Xo'p, shunday energiya almashuvi shundaqa 3 ta bosqichga bo'linadi. Uchala bosqichga. Endi biz tayyorgarlik bosqichi haqida birma-bir keyingi glikoz, keyin anaerob haqida gaplashib ketamiz. Tayyorgarlik bosqichi qayerda yuz beradi? Tayyorgarlik bosqichi hazm organlarida. Demak, hazm organlarida yuz beradigan jarayon bu tayyorgarlik bosqichi. Biz ovqat tarkibida iste'mol qilamiz. Oqsil, yog' uglevod. Xo'p, ovqat tarkibida bu organik moddalarni iste'mol qilib, yamizdan keyin hazm qilish organlariga tushgandan keyin aytaylik uglevod. Aytdikki, uglevodga nisbatan olamiz ko'proq deb. Uglevod yedik, misol uchun kraxmalni. Murakkab uglevod, ya'ni polisaxarid hisoblanadi. Xo'p, bu kraxmal endi hazm organlarida fermentlar ta'sirida parchalanadi. Va parchalanish natijasida biz bilamiz, kraxmal gomopolimer hisoblanib, bir xildagi polimerlardan, ya'ni mana bunday aytaylik, mana glyukozalardan tashkil topgan. Va glyukozalar bir-biri bilan mana bunday bog' bilan bog'langan, ya'ni glikozid. Glikozid bog' bilan bog'langan glyukozalar shunday tushdi. Mana shu hammasi mana shu yig'indi bizda kraxmal. Xo'p, endi hazm organlarida fermentlar ta'sirida bu uglevod, murakkab uglevod monomerlarga parchalanib ketadi. Ya'ni glyukoza alohida. Mana bog'lari uzilib ketdi. Mayli, ba'zilarda bu uzilmadi ham, mayli ikkita bo'lib qoldi. Mana bunda uzilib ketdi. Demak, alohida glyukozalarni hosil qildi. Ya'ni polimerdan monomer hosil bo'ldi. Va bu jarayon qayerda kechdi desa, bu jarayon hazm organlarida. Va bu bosqichning nomi nima desa, bu bosqichning nomi tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Xo'p, bu tayyorgarlik bosqichi bo'ldi. Va bu yerda hosil bo'lgan energiya bor. Ya'ni tayyorgarlik bosqichida ham energiya hosil bo'ldimi desa, bo'ldi.